Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Boshqirdiston, Tatariston yovgir bo'larga kerak bizga, butunimizga kurashchi bariz bo'larga kerak, shug'ullanishga kerak sport bilan. Bir qachonda ichmay, tishmay, sigaret chekmay, nasha tiqmay tilasa qo'ya aybat ettirib здоровый образ жизни olib borga kerak. Bizga chunki oila qurishga kerak, bizga imonimizni nig'latirga kerak. Bizga Alloh yo'lida hali ko'p kurashlar o'tirga kerak. Shuning uchun sport bilan shug'ullanamiz. Butunigiz Boshqirdistonda, Tataristonda boshqirdlarga, tatarlarga aytam, butunimizga bizga hali zo'r kurashlar hali может предстоит. Bizning umrimizda bolalarga o'ratik, butunimiz ham o'zimizni tug'anlarning yoqlarga turishik, jitdi zindonlarga o'tirga, jitdi uruslarga bo'ysunirga